Eng zo'r joyi shu bo'ldi, to'g'rimi? Shunday. Stilda prichoskani chin yurakdan realni yoqqani uchun, realni chista ko'nglimga yoqqani uchun o'rtoqlar to'y va marosimlarga Olchinbek ekan, xudo xolasa aynan shaxsan o'zimning nomimdan chiqsanglar, chiroyli bonus chegirmalarni chotki qilib, eng asosiysi puldan emas, ko'nglingizni ko'tarib, to'yingizda chotki qilib prichoskangizni qilasiz, to'g'rimi? Yurakdan chiqqan so'zlar bo'ldi. Abdush. Yo'q, eng asosiy joyi qarang. Shuni xonalaringga kirasizlar, Olchinbek akanga bitta zamon qilasizlar. Yarim soatda chotki kuyov bola qiladi. Xonalaringdan chotki bo'lib chiqib ketsa, primoy kelinlikka boraverasizlar. Ko'chada yur, taksida terlab kel, lak tushib ketgan, soch buzilib ketgan, unaqa narsa bo'lmaydi. To'g'rimi aka? Eng zo'r joyi shu bo'ldi, to'g'rimi? Shunday. Abdush, salom qiling.